Saudiyaga keladigan ko'pchilik shu xatolarni qiladi. O'zbekistonda turib, o'zingizni ishlatadigan nomeringizga roaming xizmatini yoqish esingizdan chiqib qolmasin. Roaming xizmati dunyoning xohlagan nuqtangizda internetingizdan foydalanishingizga imkon beradi. Roaming xizmatini esa operatoringizga telefon qilib yoki veb-sayt orqali ulaysiz. Keyingi juda muhim narsa albatta bu oyoq kiyim. Yangi oyoq kiyim olganingizda ehtiyot bo'ling, uni hali sinab ko'rmagan bo'lasiz. Shuning uchun o'zingiz sinab ko'rgan, oldin kiygan oyoq kiyimingizda kelganingiz ma'qul. Keyingi ko'pchilik qiladigan xato bankdan viza karta ochib olmaslik. Saudiya Arabistonida viza karta sizga hamma yoqda yordam beradi. Keyingisi albatta telefoningizga power bank, ya'ni quvvatlagich olib oling. Sababi yo'lda har xil holat bo'ladi. Ko'chada ko'proq olib ketishingiz kerak bo'lsa, telefoningiz sizga ko'p kerak bo'ladi. Oxirgisi va eng muhimi, sayohatda qimmatbaho narsalar, pullar va hujjatlaringizni oldingizda olib yurmang. Undan ko'ra mehmonxonada tashab ketganingiz yaxshiroq. Saudiya Arabistonida agar sizga qandaydir yordam kerak bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Albatta sizga yordam beramiz va menga obuna bo'ling.